Demak, ajoyib misol. Bizda 3 ko'paytirilgan 3 faktorial plus 4 ko'paytirilgan 4 faktorial plus 5 ko'paytirilgan 5 faktorial plus 6 ko'paytirilgan 6 faktorial. Qaranglar. Buni bittalab hisoblasak ham bo'ladi, lekin qisqa varianti bor. Qanday? Mana bu 3 ko'paytirilgan 3 faktorialimiz 4 faktorial minusdan 3 faktorialni beradi bizga. Shundan mana ikkalasidan 3 faktorial chiqarib olsak, 4 faktorialdan 4 qoladi, 3 faktorialdan 1 qoladi. Bizda 3 ko'paytirilgan 3 faktorial ko'paytirilgan 3 ni beryapti. Demak, har birini xuddi shunday qilib ochib chiqamiz. Birinchisi 4 faktorial ayrilgan 3 faktorial. Keyingisi 4 ko'paytirilgan 4 faktorialimiz. Demak, 5 faktorial minusdan 4 faktorial plus 5 bu uchinchisi 6 faktorial minusdan 5 faktorial. Oxirgisi 7 faktorial minusdan 6 faktorial bo'ladi. Endi qaraymiz. 4 faktorial minus 4 faktorial ketdi. Plus 5 faktorial minus 5 faktorial ketdi. Xo'sh, plus 6 faktorial minus 6 faktorial ketdi. Bizda nima qoldi? Minus 3 faktorial bilan plus 7 faktorial. Endi buni hisoblash qisqaroq bo'ladi desak, minusdan 6 plusdan 5040. Bu bizda 5034 degan javob chiqyapti.